Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar va qadrli kanalimiz obunachilari. Bugungi suhbatimiz nihoyatda dolzarb, ogohlantiruvchi va har biringiz uchun, ayniqsa hurmatli keksalarimiz va ularning yaqinlari uchun juda muhim bo'ladi. Ekran qarshisida o'tirgan har bir inson bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashini so'rayman. Chunki bu sizning moliyaviy barqarorligingizga, farovonligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu nafaqat sizni ogohlantirish, balki sizni kerakli choralar ko'rishga undashdir. Yangi qoidalar joriy etilmoqda va bu qoidalar sizning uyingizga bevosita tekshiruvchilar kelishini nazarda tutadi. Eshitganingizdek, tekshiruvchilar uyingizga kelishi mumkin. Qachon sodir bo'ladi? Kimga tegishli va bunga qanday tayyorlanish kerakligini batafsil tushuntiraman. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosishni va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamga yetib borishi kerak. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Aziz do'stlar, avvallari pensiya va turli ijtimoiy nafaqalar tizimi asosan hujjatlarga asoslangan edi. Odamlar o'z arizalarini topshirardilar, kerakli ma'lumotnomalarni, hujjatlarni taqdim etardilar va shu asosda ularga pensiya yoki nafaqalar tayinlanar edi. Masalan, siz nafaqaga chiqqaningizda pensiya jamg'armasiga ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlarni va pasportingizni topshirardingiz va shu asosda sizga pensiya tayinlanardi. Agar nogironlik nafaqasi olmoqchi bo'lsangiz, tibbiy mehnat 2 xulosasini taqdim etardingiz. Moddiy yordam so'rab murojaat qilsangiz, mahalla qo'mitasidan kam ta'minlanganlik to'g'risida ma'lumotnoma olib borardingiz. Bularning barchasi asosan qog'oz hujjatlar asosida hal qilinardi. Lekin hozirgi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgarmoqda. Davlatimiz ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli, shaffof va manzilli qilishga intilmoqda. Afsuski, oldingi tizimda ba'zi suiiste'molliklar, kamchiliklar mavjud edi. Ba'zi holatlarda pensiya yoki nafaqalar noto'g'ri tayinlangan, ayrim hollarda esa haqiqatda ehtiyoji yo'q bo'lgan shaxslar imtiyozlardan foydalangan. Shu kabi holatlarning oldini olish, haqiqatda yordamga muhtoj bo'lganlarga adolatli yordam ko'rsatish maqsadida davlat yangi mexanizmlarni joriy etmoqda. Endi nafaqat qog'oz hujjatlar, balki sizning real yashash sharoitlaringiz ham tekshirilishi mumkin. Bu bir tomondan biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin, ammo ikkinchi tomondan bu tizimni yanada adolatli va samarali qilishga xizmat qiladi. Endilikda ijtimoiy himoya organlari nafaqat sizning taqdim etgan hujjatlaringizni, balki sizning uyingizga tashrif buyurib yashash sharoitlaringizni, ahvolingizni bevosita o'rganish huquqiga ega bo'ladilar. Aynan shu narsa ko'pchilikni xavotirga solmoqda. Chunki uyga tekshiruvchilar kelishi degan so'zning o'zi ko'pchilik uchun biroz qo'rqinchli eshitilishi mumkin. Lekin xavotirga tushmang. Men sizga bu jarayonni tushunishga va unga tayyorlanishga yordam beraman. Birinchi asosiy qism nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Keling, endi eng muhim qismga o'tamiz. Ushbu yangi tartib kimlarga tegishli bo'ladi? Kim tekshiruvchilarni kutishi mumkin va kimga bu borada xavotirlanishga hojat yo'q? Bu albatta har bir pensiya oluvchiga tegishli emas. Kim xavotirlanishi kerak? Asosan quyidagi toifadagi pensiya yoki nafaqa oluvchilar ushbu tekshiruvlarga tayyor turishlari lozim. 1. Qo'shimcha ijtimoiy yordam, subsidiya yoki imtiyoz oluvchilar. Agar siz nafaqat bazaviy pensiya olasiz, balki davlat tomonidan beriladigan turli xil moddiy yordamlar, uy-joy kommunal to'lovlariga subsidiyalar, nogironligi bor shaxslar uchun maxsus nafaqalar yoki kam ta'minlangan oila sifatida moddiy yordamlar olasiz. Misol A ismli 72 yoshli ayol yolg'iz yashaydi. U nafaqat o'z pensiyasini oladi, balki uy-joy kommunal xizmatlar uchun davlat tomonidan beriladigan subsidiyaga ham ega. Bu subsidiyalar aynan yolg'iz daromadi past bo'lgan keksa fuqarolar uchun ajratiladi. Xola subsidiyani olishda o'zining yolg'izligini va boshqa daromad manbalari yo'qligini hujjatlar bilan tasdiqlagan. Yangi tartibga ko'ra ijtimoiy himoya xodimlari xolaning uyiga tashrif buyurishi mumkin. Ularning maqsadi xolaning haqiqatdan ham yolg'iz yashashini, uy-joy sharoitining hujjatlarda ko'rsatilganiga mos kelishini, u bilan birga yashayotgan boshqa shaxslar yoki uning daromadini sezilarli darajada oshiradigan boshqa manbalar yo'qligini tekshirish. Tasavvur qiling, xola yolg'iz yashayman deb ariza topshirgan, lekin aslida uning ishlovchi o'g'li yoki qizi doimiy ravishda u bilan yashaydi va moddiy yordam beradi.
bunday holatda subsidiyaga bo'lgan ehtiyoj masalasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun aholi barcha tegishli hujjatlarni, pensiya guvohnomasi, uy joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlar, kommunal to'lov qog'ozlari tayyorlab qo'yishi kerak. Ikki nogironligi bo'lgan shaxslar uchun tayinlangan nafaqalar. Agar siz nogironlik nafaqasi olsangiz va uning miqdori nogironlik guruhingizga bog'liq bo'lsa, misol 2B ismli 6 yoshli erkak ikkinchi guruh nogiron sifatida pensiya oladi. Uning ahvoli hujjatlarga ko'ra doimiy parvarishga muhtoj. Yaqinda uning nogironlik muddati tugagan va u qayta ko'rikdan o'tishi lozim bo'lgan. Lekin ba'zi hollarda TMA komissiyasi xulosasi qanchalik to'g'ri berilganligini tekshirish maqsadida ijtimoiy xodimlar akaning yashash sharoitini o'rganishi mumkin. Ular akaning uyiga kelib, uning yashash muhitida nogironligiga mos o'zgarishlar, masalan, tutqichlar, maxsus jihozlar bormi? U haqiqatdan ham parvarishga muhtojmi yoki hujjatlarda ko'rsatilgandek ahvoli og'irmi? Shuni tekshirishlari mumkin. Agar tekshiruv davomida bu aka aslida nogironligi belgilangan darajadan ancha yaxshiroq ahvolda ekanligi, masalan, hujjatda olmaydi deb ko'rsatilgan bo'lsa-da, u uyda bemalol harakatlanayotgani aniqlansa, uning nogironlik nafaqasini qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tarilishi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor insonning real ahvolini hujjatlar bilan solishtirishga qaratiladi. Kam ta'minlangan oila deb topilib, moddiy yordam olayotgan pensiya oluvchilar. Agar siz kam ta'minlangan oila sifatida ro'yxatda turgan bo'lsangiz va davlatdan moddiy yordam, bolalar puli yoki boshqa ijtimoiy yordam turlarini olsangiz. Misol, 3 ismli 65 yoshli ayol 2 nafar voyaga yetmagan nabirasi bilan yashaydi. Uning farzandlari ishsiz va kam ta'minlangan oila deb topilib, har oyda moddiy yordam oladi. Ijtimoiy himoya bo'limi xodimlari buvining uyiga tashrif buyurib, uning va nabiralarining yashash sharoitlarini o'rganishlari mumkin. Ular uyda qanday maishiy sharoitlar mavjudligini, oziq-ovqat zaxirasi, kiyim-kechak holati, bolalarning maktabga borishi kabi jihatlarga e'tibor berishadi. Shuningdek, uyda ishsiz deb ko'rsatilgan farzandlarning asli qayerdadir norasmiy ishlamasligiga, boshqa yashirin daromad manbalari yo'qligiga ishonch hosil qilishga harakat qilishadi. Masalan, agar uyingizda qimmatbaho jihozlar, ikkinchi avtomobil yoki boshqa katta daromad manbai borligi aniqlansa, kam ta'minlanganlik maqomi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu tekshiruvlarning asosiy maqsadi ijtimoiy yordamning aynan ehtiyojmandlarga yetib borishini ta'minlashdir. Kim xavotirlanmasligi kerak? Agar siz faqat bazaviy pensiya olsangiz va hech qanday qo'shimcha ijtimoiy yordam, subsidiyalar yoki maxsus imtiyozlardan foydalanmasangiz, sizning uyingizga tekshiruvchilar kelishi ehtimoli juda past. Asosan tekshiruvlar aynan davlatdan qo'shimcha moddiy ko'mak oladiganlarga qaratilgan. Chunki bu qo'shimcha ko'maklarni berishda davlat mablag'lari sarflanadi va bu mablag'lar o'z o'rnida. Adolatli sarflanayotganiga ishonch hosil qilish juda muhimdir. Agar siz umumiy tartibda yoshga doir pensiya olsangiz va boshqa imtiyozlaringiz bo'lmasa, siz uchun xavotirga o'rin yo'q. Shuningdek, agar sizning nogironligingiz doimiy va birinchi guruhga oid bo'lsa, ya'ni ahvolingiz og'irligi aniq bo'lsa va bu tibbiy hujjatlar bilan mustahkam tasdiqlangan bo'lsa, siz ham bu tekshiruvlarning asosiy nishonida bo'lmaysiz. Bu yerda gap asosan ijtimoiy yordam yoki subsidiyalar uchun murojaat qilgan va ma'lum bir mezonlarga javob berishi kerak bo'lgan shaxslar haqida ketmoqda. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq jihatlar. Bu yangi tizim joriy etilganda albatta ba'zi istisnolar, kutilmagan vaziyatlar va noaniq jihatlar yuzaga kelishi mumkin. Ularni bilish sizga jarayonni tushunishda yordam beradi. 11 tekshiruvlarning rejasi va to'satdan kelishlar. Odatda ijtimoiy himoya organlari bunday tashriflar haqida oldindan xabar berish kerak. Lekin ba'zi holatlarda, masalan, kimgadir nisbatan ishonchli axborot kelib tushsa, masalan, kam ta'minlangan deb ro'yxatda turgan oila haqiqatda yaxshi daromadga ega ekanligi to'g'risida tekshiruvchilar oldindan ogohlantirmasdan ham kelishlari mumkin. Bu albatta juda kam uchraydigan holat, lekin shunday imkoniyat borligini bilish zarur. Agar oldindan ogohlantirish kelmasa va tekshiruvchilar kelsa, ulardan xizmat guvohnomasini so'rashni unutmang. Bu sizning huquqingiz. Ikki tekshiruvchilarning vakolatlari va huquqlaringiz. Tekshiruvchilar sizning uyingizga kelsa, ularda hujjatlarni talab qilish, yashash sharoitlarini vizual baholash huquqi bor. Lekin ular sizning shaxsiy buyumlaringizni tintuv qilish, ruxsatsiz xonalarga kirish
yoki sizni majburlash huquqiga ega emas. Siz o'zingizning huquqlaringizni bilishingiz va ularni himoya qilishingiz kerak. Ular sizdan ko'rsatmalar yozishni talab qilishi mumkin, lekin siz qonunga zid bo'lgan yoki sizni noqulay ahvolga soladigan narsalarni imzolashdan bosh tortishga haqlisiz. Barcha tekshiruvlar protokolga kiritilishi shart. Siz bu protokolning nusxasini olishga haqlisiz. Agar sizga biror narsa tushunarsiz bo'lsa yoki sizning huquqlaringiz buzilayotgan deb hisoblasangiz, imzo qo'yishdan oldin mahallangizga, yuqori turuvchi tashkilotlarga yoki yuridik maslahatchiga murojaat qilish huquqingiz bor. To'satdan keluvchilar va firibgarlar. Afsuski, bunday vaziyatlardan firibgarlar ham foydalanishga harakat qilishlari mumkin. O'zini ijtimoiy himoya xodimi yoki pensiya jamg'armasi vakili deb tanishtirib, uyingizga kirib olishga, shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashga yoki hatto pul talab qilishga urinishlari mumkin. Shuning uchun har doim hushyor bo'ling. Agar sizga shubhali shaxslar kelsa, ulardan xizmat guvohnomasini talab qiling. Guvohnomadagi ism-sharif, lavozim va tashkilot nomini diqqat bilan o'qing. Imkon bo'lsa, guvohnomadagi telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, ularning haqiqatan ham shu tashkilotda ishlashini tasdiqlab oling. Agar shubha tug'ilsa, darhol mahalliy hokimiyatga, mahallangizga yoki militsiyaga xabar bering. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangiz raqamini yoki PIN kodingizni notanish shaxslarga bermang. Ijtimoiy xodimlar hech qachon sizdan naqd pul talab qilmaydi yoki bank kartangiz ma'lumotlarini so'ramaydi. O'zgaruvchan sharoitlar. Agar siz pensiya yoki nafaqa olayotgan bo'lsangiz va yashash sharoitingizda sezilarli o'zgarishlar yuzaga kelsa, masalan, oila tarkibingiz o'zgarsa, yangi daromad manbalari paydo bo'lsa, uy joyingiz yaxshilansa, bu haqda tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berish sizning majburiyatingizdir. Chunki agar tekshiruv davomida bu kabi o'zgarishlar aniqlansa va siz bu haqda xabar bermagan bo'lsangiz, bu qonun buzilishi sifatida bog'lanishi va olingan ortiqcha mablag'larni qaytarish talab etilishi mumkin. Bu juda muhim nuqta. Chunki ko'pchilik pensiya oluvchilar o'zlarining ma'lumotlarida yuz bergan o'zgarishlar haqida xabar berishlari kerakligini bilmaydilar yoki unutadilar. Yolg'iz pensiya oluvchi o'g'lining oilasi bilan birga yashay boshlagan bo'lsa, bu uning yashash sharoitiga ta'sir qiladi va u olgan ba'zi imtiyozlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu kabi vaziyatlarni oldindan hal qilish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini oladi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak? Hurmatli tomoshabinlar, endi sizga konkret amaliy maslahatlar beraman. Bu maslahatlar sizga tekshiruvlarga tayyor turishga va o'z huquqlaringizni himoya qilishga yordam beradi. Birga hujjatlaringizni tartibga soling. Bu eng birinchi va eng muhim qadam. Pensiya kitobchangiz, pasportingiz, shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlaringizni, agar mavjud bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjatlarni ta'min xulosasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilish guvohnomalari, ayniqsa qaramog'ingizda bolalar bo'lsa, uy joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjatlarni, kadastr hujjati, kommunal xizmatlar uchun to'lov qog'ozlarini, gaz, svet, suv, axlat va oxirgi 6,2 oylik daromadlaringiz agar mavjud bo'lsa, masalan, norasmiy ishlardan haqidagi barcha ma'lumotlarni bir joyga jamlang. Ularni alohida papkada saqlang. Shunda kerak bo'lganda darhol topa olasiz. Hujjatlarning asl nusxalari va ularning nusxalarini tayyorlab qo'yish tavsiya etiladi. 2. Yangi qoidalardan xabardor bo'ling. Pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya agentligi, mahalla qo'mitasi bilan bog'laning va ijtimoiy yordamlarni tayinlashning yangi tartiblari haqida batafsil ma'lumot oling. Har bir hududda, har bir mahalla qo'mitasida ijtimoiy xodimlar faoliyat yuritadi. Ularning qabul vaqtlari va telefon raqamlarini bilib oling. Shuningdek, Prezident xalq qabulxonalari ham sizga yordam berishga tayyor. Ular sizning savollaringizga javob berishadi va aniq ma'lumot berishadi. Barcha ma'lumotlarni rasmiy manbalardan olishga harakat qiling. Turli mish-mishlarga ishonmang. Tekshiruv kelganda nima qilish kerak? Xizmat guvohnomasini so'rang. Uyingizga kelgan har qanday shaxsdan o'zini kim deb tanishtirishdan qat'iy nazar xizmat guvohnomasini ko'rsatishni so'rang. Guvohnomadagi ma'lumotlarni ism, sharif, lavozim, tashkilot nomi yozib oling yoki suratga oling. Tashrif maqsadini aniqlang. Ular nima sababdan kelganini, nimani tekshirmoqchi ekanligini aniq so'rang. Hujjatlaringizni tayyor qilib qo'ying.
Yuqorida aytilganidek, barcha kerakli hujjatlarni darhol taqdim eta olishingiz uchun ular qo'lingiz ostida bo'lsin. Xotirjam bo'ling. Qonunga amal qilgan holda tekshiruvchilar bilan muloyim munosabatda bo'ling. Keraksiz tortishuvlarga kirmang. Imzo qo'yishdan oldin o'qing. Agar sizga biron bir hujjatga imzo qo'yishni taklif qilishsa, uni diqqat bilan o'qib chiqing. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa yoki sizga nohaqdek tuyulsa, imzo qo'yishdan bosh torting va bu haqda bayonnomaga yozdirib qo'ying. O'zingizni himoya qilish uchun yuridik maslahat olishingiz mumkinligini eslang. Guvoh ishtirokini ta'minlash. Imkon bo'lsa, tekshiruv jarayonida qo'shningiz, mahalla faoli yoki yaqin qarindoshlaringizdan birini guvoh sifatida ishtirok etishini so'rang. Guvoh sizning huquqlaringizni himoya qilishga yordam berishi mumkin. 4. Muammoli vaziyatlarda. Agar sizning huquqlaringiz buzilayotgan deb hisoblasangiz yoki sizga nisbatan adolatsizlikka yo'l qo'yilayotgan bo'lsa, zudlik bilan shikoyat qiling. Qayerga qurol shikoyat kerak? Birinchi navbatda tekshiruv o'tkazgan tashkilotning yuqori turuvchi organiga. Masalan, agar pensiya jamg'armasidan kelgan bo'lsa, pensiya jamg'armasining viloyat yoki respublika boshqarmasiga. Keyingi qadam prezidentning virtual qabulxonasiga. Xalq qabulxonalariga yoki Oliy Majlisning inson huquqlari bo'yicha vakili ombudsman idorasiga murojaat qiling. Sudga murojaat eng so'nggi chora sifatida siz sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, bugun siz bilan juda muhim mavzuni muhokama qildik. Tekshiruvchilar uyingizga kelishi mumkin degan ogohlantirish ko'pchilikda xavotir uyg'otishi mumkin. Ammo bu borada ma'lumotli bo'lsangiz, tayyor tursangiz, hech qanday muammoga duch kelmaysiz. Unutmangki, davlatning maqsadi sizga zarar yetkazish emas, balki ijtimoiy himoya tizimini yanada adolatli va samarali qilishdir. Barcha qoidalarni bilish, hujjatlaringizni tartibga solish va o'z huquqlaringizni himoya qilishga tayyor turish bu sizning eng asosiy vazifangiz. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun foydali bo'ldi va kelajakda sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qilishga yordam beradi. Sizning fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha qanday fikrdasiz? Siz yoki sizning yaqinlaringiz bunday tekshiruvlarga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z tajribangiz va savollaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda bunday muhim ma'lumotlardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.